Hozir nima ko'p, kosmetolog ko'p. Aldamaydi hech qachon, yolg'on gapirmaydilar. Havo almashtirgan hisobimda yuzim qurib, yuzimda ko'p dog'lar paydo bo'lib, narsalar chiqishni boshladi. Shuning uchun boshqa bir ikkita kosmetologga bordim, naoborotiga battar qilib qo'ydi. Natijani o'rniga zarar ko'rdim. Shuni hisobiga keyin bular o'zlariga keldi. Baribir doktor o'qigan, biladi, o'zi ham o'shaning uchun o'zlariga keldi. Ham dog' olmas, ham yuzimda kuriklar chiqishni boshlagan. Yuzimda qurib, nima sursam ham, krem sursam ham tutmaydi. Ya'ni namlantiruvchi krem ham allergiyaga o'xshagan shunaqa holatlar yuz beradi. Kosmetika qo'li bilan dedi, ikkalasi birga olib bormasangiz, uyda ham o'xotlari birga bo'lmasa, natija ko'rsatmaydi dedi. Aynan dog'iga qarshilarini foydalandim. Ham bitta narsa bulari faqat yuz bilan ishlamadilar. O'zimda oshqozon, jigar, o't qopimda muammolar bo'lgani uchun hisobiga yuzimda dog' bo'layotganini maslahat berdilar doktorlarga. Undan keyin yana ham o'zimda og'zimda hidlanish ham paydo bo'lishni boshladi. O'shalar yo'qolishni boshladi. Maslahatlari bilan lechini ham oldim. Kuchli kosmetolog deb bilmasam, ularga shogird ham bo'lmasdi. Mana ulardan ham olmasdim. Chunki hozir nima ko'p, kosmetolog ko'p. Aldamaydi hech qachon, yolg'on gapirmaydilar. Ya'ni protsedura qilayin, pul ishlayin deb turib, sizga kerak emas protsedurani qilmaydi. Masalan, sizga hozir bu narsa kerak emas, bu protsedura kerak emas desa, yo'q, menga shu protsedurani qiling desa, mayli deb pul uchun qilmaydi. Yo'q, men qilmayman. Ertaga natija ko'rmaganingizdan keyin men anaqa ko'rishni xohlamayman deb protseduralar qilmaydilar. Ketsa ham klient, chiqib ketsa ham u protsedura kerak bo'lgan protsedurani qiladi, kerak emas protsedurani qilmaydi. O'sha tomondan hurmat qilaman.